10500 mi? Ko'rsatsa bo'ladimi aka? Bo'ladi. 43000 probek bo'lgan. Ko'rinishlari, metallari turibdi joyida. Chexol poliklarimiz bor. Monitor, barlar qo'yib qo'yishgan. 7600 kami bor. Faqat naqdmi yo variant ham bor? Gaplashaveramiz. Rossiyada ishlab yurgan bratlar, bu video aynan siz uchun. Bilaman, siz Rossiyadasiz va uyim joyim deb mehnat qilib yuribsiz. Halol ishlab topgan pulingizni O'zbekistonga hech qanday foizlarsiz va yaxshi kursda yuborishingizga zo'r tavsiyam bor. Buning uchun Play Market yoki App Store ga kirib, yubor degan ilovani yuklab olasiz. Va ilovadan Rossiya nomeringiz bilan ro'yxatdan o'tasiz. Qarabsizki, yubor ilovasi sizga xizmat qilishga tayyor. Ushbu ilova orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga xohlang AQSh dollarida, xohlang so'mdan pul yuborishingiz mumkin. Brat, o'ylab o'tirishni bas qiling, siz ham bir sinab ko'ring. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimga xush kelibsizlar. Sizlar bilan men doimgidek Alisher. Bugun 11-may sanasi bilan Toshkent Sergeli mashina bozoridan Nexia 3 so'ragan obunachilar uchun Nexia 3 narxlari bilan tanishtirib o'taman. Video boshidan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yamiz. Xo'p, Nexia 3 sal kamroq bozorda asosan Cobalt ko'payib ketgan. Shuning uchun kamroq bo'lib qolishi mumkin. Egalar ruxsat berganlardan ko'rsatib ketaveramiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? YouTube'ga ko'rsatsa bo'ladimi? Sizni nomeringiz qanday? 2021 Nexia 3 4-pokoleniya metan gazi bor. Balolarimiz holati yaxshi turibdi. Mashinaning orqadan ko'rinishlari do'stlar. Metan gazimiz. Zapiskalar ham joyida. Kraskasi qanday aka? Kraskasi toza. Avtomat. Hop. Probegi qancha bo'lgandi? 40 ming bo'lgan ekan. Narxini qancha deyapsiz aka? 10 ming. Kami bor. Yana kami bor. 10 ming kami bor do'stlar. Telefon nomerlari 91 134 98 65 shu, degan nomeringiz aka? Faqat naqdmi yo variantga qilib beraverasiz? Variantdan bo'ladi. 12500. Variant qanday, bankmi yo? Bank ham bo'ladi, pastlik shivit o'zimdan ham. Yuk nasiya savdoni qilib beraverasiz. Boshqa necha pul kerak aka nasiya savdoga? Bersin 3-4 ming so'm. 3 ming 4 ming yetadi. Hop, bu Cobalt yili necha aka? Cobalt 2025. 25. 24 25 12500 mi? Kami bor. Nomer bitta. Qiziqqanlar esa aloqaga chiqib bo'ladigan. Boshqa nomer? Bo'ladigan nech pul? Telefon nomerlari. Bitta Cobalt chiqdi, mana ham ko'rsatib ketyapman do'stlar. 1300 yurgan metan gazga qo'yilgan edi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ko'rsatib ketsa bo'ladimi aka? Narxini aytib olmaysizmi? Narxini ham aytishmas ekan do'stlar. Sergelida shunaqa do'stlar. Narxini so'rashganda ko'pchilik narxini ham aytishga qiynalib qoladi. Sababi narxini aytganda ko'z tegadi deyishadimi yo boshqa irim-sirimi bormi bilmadim. Narxini aytish ham jalka bo'lib qoladi ba'zida. Mayli, lekin boshqalar bor, bemalol deydigan odamlar bor. Ularnikini ko'rsatib ketaveramiz. Aka, sizdanmi bu? Ko'rsatsa bo'ladimi? Nima deysiz? Ko'rsatsa bo'ladimi YouTube'ga? Narxi necha bo'l ayta olasiz? 9300. 2021. Hop. Shu mesela narxini aytsa bo'ladi va bunaqa ma'lumot o'rnida. Bu shunaqa ham qimmat mashina va hech kim olmaydi. Shuning uchun nomeri shart emas ko'pincha. Просто videoda maqsad narx bilan tanishtirish aslida. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Ko'rsatib ketsa bo'ladimi aka? Bo'ladi. Yili nechida? 2018 mokriy asfalt rangida Nexia 3. Yo'q, gazlarimiz bor. Mashinaning orqadan ko'rinishlari, metallari turibdi joyida. Chexol poliklarimiz bor. Monitor, barlar qo'yib qo'yishgan. Yurgani qanchada aka?
Yurgani qancha? 172 ming. 172 ming yurgan. Kraskalar qanday? Kraska top toza. Kraska toza. Narxini qancha deyapsiz? 7200 ga berib olaman. 7200 ga berib yuborasiz. Faqat naqdmi aka? Naqd. Faqat naqdga. Telefon nomeringiz 77lik 291 65 65. 77lik 291 65 65. Rahmat aka. Qiziqqanlar bo'lsa do'stlar aloqaga chiqib qolaverasizlar bemalol. Sizdanmi aka bu? Ko'rsatsak bo'ladimi YouTube'ga? Bo'ladi. 2019. 2019. Abeslar bor, mashina benzinda. Kraska bormi yo'qmi aka? Petnosi bor. Xo'p. Balolarimiz yaxshi holatda. 131 ming probek bo'lgan ekan, chexollarimiz bor. Mashinani orqadan ko'rinishlari. Telefon nomerlari 98 125 65 65, ikkinchi nomerlar 94 673 78 88. Aka qayerga ketib qoldi? Aka narxi qanchadi? 7600 kami bor. Faqat naqdmi yo variantami bor? Gaplashaveramiz. Nomerlarini ko'rsatdim, bo'laveradi deyapti aka. Ko'plari bor. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'raverasizlar do'stlar. Assalomu alaykum. Ko'rsatib bersak bo'ladimi aka? Yo'q, ko'rsatilgan aka. Ko'rsatilgan narxni aytib olasizmi? 9200. 2018 9200 ko'rsatilgan deb aytishdi. Qo'ydirgisi kelmadi, mayli. Sizdanmi aka bu? Assalomu alaykum. Sizdan? Aka ko'rsatib bersak bo'ladimi YouTube'ga? 23. 23 benzinda. Qora. Qop-qora Nexus so'raganligi. Krugovoy tonirovka. Ko'rishingiz mumkin. Hop. 25 ming yurgan. Telefon nomerlari 77 006 15 48. Ikkinchi nomer 97 384 27 27. Aka narxi qanchaga? 11,5 ming kami bor, kelishtirib beramiz. 11,5 ming kami bor. Faqat naqdmi yo variantga qilib berasizmi aka? Farqi yo'q, qilib beramiz. Variantga berishaverasiz. Farqi. 23 deb pasportlari. 23 yo'q o'zi. 23 yo'q, 22 da o'zi to'xtagan. Bu endi 23 chiqdi. Oxirida chiqindi. Pasporti ham 23 ha. Qorada, to'g'rimi? 11,5 kami bor. Bular sizdan emasmi? Telefon nomeringiz yozilgan. Ha. Telefon nomerlarini ko'rsatib, qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib qolaverasizlar. Aka rahmat. Yigirma ikki 10.500 mi? Ko'rsatsa bo'ladimi aka? Bo'ladi. 43 ming probek bo'lgan. Oqidan do'stlar. Avtomat. Mashinaning orqadan ko'rinishlari. Ma'lumotlar 88 384 07 06 97 384 27 27 kraska toza. Ular chiqadimi deyman. 21 32 ming bo'lgan. Benzinda. Aka bir necha puldi? Bu qancha? 11500. 11500. 10500. Variantlar bo'ladimi? Naqdga? Faqat naqdga 10500 aka. Krugovoy tonirovka, avtomat. Do'stlar, iloji boricha har xil rangidan ko'rsatishga harakat qilyapman. Oqidan, qorasidan, mokrisidan ham chiqdi. Nomerlarini ko'rsatib qo'yaman.
Kraska toza, navorotda bor. 32.000 probeg, 88 384 07 06 97 384 27 20. Yetti qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib qoraverasizlar. 18 qanchada aka bu? Bu qancha? Sotilgan. Bu sotilgan ekan. Shartnomasi qaytdi. Ko'rsatib o'tdik do'stlar, nomerlari bilan qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqib qoraverasizlar. Bu yoq endi ko'proq Kobul turib ketgan, egalari boridan ko'rsatishga harakat qildik. Video yoqqan bo'lsa like bosib, obuna bo'lib qo'yamiz. Videomiz qisqaroq bo'ldi.